Usta, ochilmagan qirralarimizni o'rgatib, men bilmagan narsalarimizni. Ochilmagan qirralarimmi? Qofiya yo'nalishga ham bunday qo'l urganman. Birorta so'z aytchi? Temir. Cho'ntagingda yo'q xemir. Birorta suyak topib kemir, keyin yog'li ovqat yeb semir. Bo'ldi, chiqdi-ku. Qilgan ovqating sho'r chiqdi. Bozordan olib kelgan tovuqing ko'r chiqdi. Hali aytgan doktoring lo'r chiqdi. So'z topishimiz juda tez. Oyog'im tagida suvarak es. Qo'shni. Qo'shni. Obbo, yana chiqdi qo'shnim bes. Uyda yo'q ekan deb vardim. Bo'ldi, hozir. Keling abaka. Siz kim bo'lasiz? Qo'shnimiz shogirdi bolaman, uyda yo'q ekan. Qaydan bilasiz uyda emasligini? Ana hozir o'zi aytdi. Shagird tildan ketdi, meni sharmanda etdi. Qofiyani davomini kommentariyada yozasizlar endi.